Ayni kunda tumanimizda viloyat va tuman favqulodda vaziyatlar sohasi vakillari tomonidan tumanda sel va suv toshqinlarini oldini olishga qaratilgan ishlar olib borilmoqda. O'rganishlar jarayonida bu bo'yicha aholi o'rtasida targ'ibot va tushuntirish ishlari olib borilayotir. Xabaringiz bor, o'tgan yil yuzaga kelgan favqulodda vaziyat, suv toshqinlari va sel kelishi oqibatida tumanimizning Malbut va Devayron mahalla fuqarolar yig'inidagi fuqarolarga katta zarar yetgan. Mana shunday salbiy oqibatlarni oldini olishga qaratilgan ishlar respublikamizda fevral oyining 1-kunidan boshlab yuborilgan va mana qariyb 10 kundirki, Farg'ona viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi vakillari tomonimizning tog'oldi hududlarida o'rganishlar olib borishmoqda va hamkor tashkilotlar bilan birgalikda amaliy ishlar bajarilmoqda. Devayron mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan 17-sonli maktab hamda maktabgacha ta'lim muassasalariga 2021-yil iyun oyida o'sha tog'larga yoqqan kuchli jala yomg'ir natijasida sel oqimlari, qir-adirlik hamda tog'lardan sel oqimlari yangi yo'nalish ochilib zarar yetkazgan. Buni oldini olish maqsadida So'x tumanida o'tkazilayotgan o'quv mashqi davomida o'sha yonbag'rida 5 kubaga mo'ljallangan 350 metrli yangi sel yo'li ochish ishlarini amalga oshiryapmiz. Bu sel yo'lini 350 metr masofani ochib, asosiy Devayron asosiy sel yo'liga qo'shamiz. Ushbu orqali Devayron mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan aholi hamda 17-sonli maktab hamda maktabgacha ta'lim muassasasini sel suv toshqinlari xavfidan muhofaza qilgan bo'lamiz. Tumanning Malbut, Devayron, Demursat, Hushyor mahallalari sel kelishi va suv toshqini yuzaga kelishi ehtimoli yuqori bo'lgan hududlar hisoblanadi. Ayni ushbu hududlarda mavjud sel yo'llarini ta'minlash va qirg'oqlarni mustahkamlash, sel kelishi ehtimoli yuqori bo'lgan hududlarda yangi sel yo'llari ochish ishlari olib borilayotir. Buning uchun barcha texnika vositalari safarbar etilib, mutasaddi tashkilotlar mustahkam hamkorlik asosida ish olib borishmoqda. Malbut sel yo'lini tozalash ishlari bevosita tuman yo'lsozlik idorasi va favqulodda vaziyatlar bo'limi tarkibiga kiruvchi korxonalar hamkorligida olib borilyapti. Sel kelish xavfi yuqori bo'lgan hududlarda sel yo'llarini tozalash ishlarini va sel yo'llarini himoya qilish maqsadida qirg'oqlarni mustahkamlash ishlari olib borilmoqda. Ushbu shag'allarni olib hududimizdagi shag'allash dasturi chekilgan mahallalarga yoyilib, u yerlarda aholi uchun yaxshi sharoitlar yaratilmoqda. Sel yo'llaridan olingan shag'al mahsuloti tuman mahallalarining ta'mirlanmagan ko'chalariga bevosita yetkazib berilmoqda. Viloyat ishchi guruhi tomonidan hududlarda o'rganish ishlari davom etmoqda.